Qanday qarang, bizning qishloq qanday chiroyli. Juda ham chiroyli. Daraxtning ustida mazza qilib ko'rib o'tiribman. Hammaga salom aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men va bugun men mana shunday qilib qishloqning go'zalligidan bahramand bo'lib o'tiribman. Daraxtning ustida. Bu yaxshi qishlog'imiz juda ham go'zal, chiroyli. Va bizda merdan topshiriq ham bor. Biz daraxt chopishimiz kerak. Nimaga daraxt bilmadim, lekin chopishimiz kerak ekan. Qanunda tezroq chopib olamiz daraxtlarni. Va birinchi navbatda eslatib o'taman, kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Bu yordamlaringiz men uchun juda ham ko'p kerak bo'ladi. Buni chopib olamiz. Nechta daraxt chopsak ekan? Qishga o'tinga kerak bo'ladi degan edi mer ham. Endi men bilmayman. Bir stak chopsam yetsa kerak. Yana bilmayman. Mana bu tog'larni aylanib yuribman. Bir stak chopib olsam yetadi. Bu yerda bittasi qolib ketyapti. Mana qaysisini chopsam ekan deb ham o'ylanib qolaman ba'zida. Hamma daraxtlar meni o'ziga chaqirayotgandek, meni chop deb. Lekin baribir chopishimiz kerak. Bir stak bo'lishi kerak. Bir stak qilishimiz kerak. Bir stak. Buni chopamiz. Let's go. Menda hozir 44 ta bor. Bu yaxshi, to'xtang. Bu yer nima? Bu yer kimdir yashirin bazasiga o'xshayapti. Bu yerni nima qilsak ekan, kirib ko'ramizmi? Lekin bu yerda kod bor ekan-da. Nima qilamiz? Do'stlar, o'ylash kerak. O'yla. Men o'yladim. Bu eshikning kodini bilmayman aniq. Hozir eshikni buzib kirsam bo'lmas. Hozir bu daraxtni chopib olaman. Chopdim bu daraxtni. U yerda nima bor? Nimadir yotibdi shu suvda ham, lekin. Bo'ldi. Hozir men tezgina uyimga borishim kerak. Men noutbukimni olib kelaman. U bilan esa parolni bemalol ochsak bo'ladi. Yo'q, chiq. Bu yerda bunday qilib tezroq bo'lish kerak. Ko'chatlarni ham olib olaveraylik. Ular ham kerak bo'lib qolar-ku baribir. Muhimi qaysi yo'ldan kelganimizni unutib qo'ymaslik. Tezroq. Shu magazin tomondan keldik, yaxshi. Qiziq, mer hali ham shu yerdamikin? Mer hali ham shu yerda ekan. Mayli. Buni hech narsa qilmaymiz. Hech nima bo'lmaydi. Mer ham yaqinda qaytishni o'ylayotgan bo'lsa kerakdir. Tezda bo'lishimiz kerak. Ichidagi pullarni olamiz. Va notebook qani? Xo'p, ba'zi texnik nosozliklarga ko'ra bo'ldi, notebook topdim, oldim qayerdandir. Endi hozir biz tezda merni yoniga ham kirib o'tishimiz kerak. Qani bo'l, tez. Juda ham qiziqib ketyapman. Assalomu alaykum mer. Sizni bezovta qilishimning sababi, men hozir menga daraxt chopib kel deb buyruq bergan edingiz. Men uni qancha topishim kerak?
Salom, seni ko'rganimdan xursandman. Rahmat, yaxshi. Menga 1,5 stakam yetadi. O'zingga kerak bo'lsa chopib olaver. Aha, yaxshi. Rahmat eslatganingiz uchun. Bu 50 tasini olib turing-da, qolganini chopib kelaman. Yaxshi, mer bilan ham gaplashib oldik. Endi tezroq. Qiziqib ketyapman. Ichida nima borligiga. Qani tez bo'lish kerak unda. Bu yerga hamma ko'chatlarni yig'ib ketamiz. Olma ham bor. Shu yerda edi, to'g'ri. Ha, mana qo'ygan blogim shu yerda ekan. Shu yerda bo'lish kerak. Va bu yerga qo'yamiz. Va endi buni ishlashini kutish kerak. Okey, mana endi bo'lyapti. Bu qancha vaqtda bo'ladi bilmayman. Hozircha biz daraxt chopishimiz kerak. Hozir 1,5 stak degandilar mer. Demak, hozir bizga 14 ta chopib olaylik birinchi. 14 ta chopib olaylik. Okey. 11 ta. Va 14 ta. Endi hisoblaymiz. 14 ga 32 ni qo'shamiz. 42. Unga bu joydan 4 ni qo'shsak 46 ta kerak bizga. Yaxshi. Xo'p, o'ylaymanki bu ko'p vaqt olmaydi. Okey, 46 dona. Shu ham muammomi? Qorong'u ham tushib qolyapti, lekin tezroq bo'lishimiz kerak. Menimcha notebookdan ovoz eshitilgandek bo'ldi. Menimcha hozir qorong'u tushadi, tezroq bo'l. 35 ga 10 ta chopib olaveraman. 35 yo'q, 11 ta kerak ekan. Tezroq bo'lish kerak. Aniq 11 ta. Endi tezroq borish kerak. Bo'l. Va mana. Menimcha nimaga xatolik ketdi deysan? Buni to'xtang. Menda g'oya bor. Verstakni bu yerga qo'yamiz. Va mana. Yo'q, chiqishni unutdim. Bu yerda kamera bor ekan. Kameradan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu ishlayapti. Kimdir bizni kuzatmayaptimikin? Nimaga bu sinmayapti? Menimcha bizni ko'rmayapti. Ko'ryaptimi bilmayman. Buni atrofini o'rab qo'yamiz, chunki biz bu yerga kelganimizni bildi shekilli. Menimcha bu narsalar nima? Va sandiqni ochib ko'ramiz. Bularni ochib bo'lmaydimi? Qanday ajoyib. Va sandiqni ochamiz. Vau. Sandiqda juda ko'p. To'xtang azizlar. Bu narsalarni men olsam yaxshi bo'lmasligini bilaman, lekin egasi yo'q ekan. Unda qani olamiz? Yarmini merga berishni ham unutmaslik kerak. Endi sekingina bu yerdan juftlakni rostlab yuboramiz. Yomg'ir ovozi eshitilyapti, lekin adashmasam. Okey. Bu yerda hech kim bo'lmadi, hech kimni ko'rmadi. Notebookni shunday tashlab ketamizmi? Afsuski notebookni qandaydir qilib olib bo'lmayapti, lekin. Notebookim yo'q, yangisini sotib oladigan bo'ldim. Afsuski, endi tezroq uyga borishimiz kerak. Mer ham allaqachon uxlab bo'lgan bo'lish kerak. To'xtanglar. Oldin ana bu ishlatgan daraxtlarimizni o'rnini to'ldirishimiz kerak.
bo'rilar yo'qmikin? Ozgina qo'rqinchli, lekin tezroq bo'lishimiz kerak. Bo'ldi, shunisi yetadi. Ozgina kamchilik bo'lsa mer keyin o'zi tiklab olaveradi. Biz hozir tezlik bilan oyog'im og'ridi. Tezlik bilan uyga qaytishimiz kerak. Olmani yeb olsam yaxshi bo'lardi. Yo'q, lekin bu mening sog'ligimga zarar edi-ku. Olma yuvilmagandi. Bu qishloqilar nimaga hali ham bu yerda turishibdi bilmayman. Menimcha ular kechasi bilan gaplashib chiqishmoqchi bu yerda. Va men mazza qilib uxlab olaman. Endi uxlab olaman. Mana ertalab ham bo'ldi. Endi ovqatimizni yeb olamiz. Bittasi yetadi. Bular juda ham mazali. Xo'p. Bu daladagi narsalar hali o'smagan to'liq. U yerda mana bu sotuvchi yuribdi, ikkita lamasi bilan. Mer uyiga kelmadimikin degan savolim ham bor. Mer, uydamisiz? Sizni chaqiryapman. Menimcha hali ham uyda yo'q. Sandiqlarni mayli ochmaymiz. To'xtang, mer menga yana bir narsa degandek tuyulgandi. Hozir bularni bunday qilsak va sandiq ham yasab qo'yishimiz kerak. Chunki mer mendan iltimos qilgan edi o'tgan kuni ko'rishganimizda. Okey. Birinchi bo'lib mana bu do'konga kirib yangi notebook sotib olsammikin? Okey. Nima sotib olsak bo'ladi? Yangi narsalar. Mana bu narsadan sotib olamiz. Wow. Bu nima narsa aniqini bilmayman to'g'risi. Wow, bular ham juda ham ajoyib ko'rinar ekan. Mayli, yaxshi qoling. Hozir biz merning yoniga tushishimiz kerak. Bu narsalarni solib qo'yamiz. Shu yerda ekan mer. Mer hali bu narsalarni olmabdi. Yana bir bor salom mer. Mana siz aytgan daraxtlarni chopib keldim. O'ylaymanki siz bundan xursandsiz. Sandiqqa solyapman. Yaxshi. Hamma narsani olib keldingmi? Yaxshi, hamma narsani olib keldim. Lekin sizga bitta savol so'ramoqchi edim. Bu tomondagi tog'ning ichidan qandaydir yashirin baza topgan edim. Uning ichidan bir dunyo pul ham chiqdi. Meni endi bilasiz, ozgina qiziquvchanligim bor. Hamma pulni olib kelaverdim. Unda ikkita olmosli kirka ham bor ekan. Buni nima qilamiz? Yaxshi. Olgan pullaringni yarmini menga soliq sifatida to'laysan. Tushundingmi? Mayli endi. Siz mersiz. Kirkani ham solib qo'yaveramiz. Bo'pti, yaxshi dam ol. Yaxshi, siz ham yaxshi dam oling. Men yaqindagina turgandim. Qachondir qaytish niyatingiz yo'qmi o'zingizning uyingizga? Men ertaga yoki undan keyingi kunga qaytsam kerak. Okey. Xayr unda. Ko'rishguncha. Mer hali ham qaytmaganiga qandaydir shubha gumonlarim yo'q menimcha. Menimcha yo'q. Sizlar bilan suhbatlashsam bo'lmaydimi? Mayli. Hozir biz qilishimiz kerak bo'lgan ish narsalarni sandiqqa solish. Yo'q. Bu pulni shunchaki shu yerga solib qo'ymayman-ku. Kirkani solaman, qilichni solishim kerak. Sandiqni qo'yishni unutdikmi? Men qanday qilib unutishim mumkin buni? Mana bunday narsalarni ham sotib olishim kerak. Okey. Pulni esa hamma pulni sandiqqa solib qo'yamiz. Bularni ham va tayyor.
Bam, mana bugungi kun ham tugadi, lekin men notebookimdan ayrildim. Lekin menda bitta zo'r g'oya bor. Notebook o'rniga bu yerga telefonimni qo'yib qo'yaman. To'g'ridir. Xo'p, ana. Endi buni solish kerak bu yerga. Ana. Yo'q, u bu yerga, bu esa bu yerga. Xo'p, bugungi voqealarni ko'rdingiz aziz do'stlar. Bugungi videoni xuddi shu joyda tugataman. Kanalimga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Hammangizni keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman.